Agar sizni dadangizda yoki aka ukangizda yoki qaynotangizdami tug'ilgan kuni bo'lsa, yaqin kunlarda yoki o'zingizga bitta zo'r narsa sovg'a qilmoqchimisiz, bitta shunaqasidan tovib qo'yganmiz. Bu baliqchilar sumkasi. Buni afzallik tarafi zo'r plashovkadan ishlangan, yelkaga milsa bo'ladi va tashqi tarafidan 5 ta spinning yoki udочки qotirib qo'yadigan joyi bor, maxsus joyi bor. Tushib ketmaydi, yugursa ham, hech qanaqa yerga qo'ysa ham hech nima qilmaydigan. Undan tashqari tashqi tarafida yana bitta kichkinagina kistachasi bor, отделчасы 15-20 sm enida, uzunligi 30-40 sm. Uning ichiga krючокlar, поплавкlar, mayda chudalarni qo'ysa bo'ladi. Keyin qidirib yurmaysizda. Undan tashqari yana bitta katta отдели bor. 34 ga 120. Uning ichiga kiyim-kechak, suv, yegulik, stolcha, shu baliqchilarga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, kattalarni solsa bo'ladi. Shunaqangi o'lchi bor. Undan tashqari yelkaga milib ketsa bo'ladi. Juda ham qulay narsa fikrimcha. Va bu baliqchi odamlarga juda ham zo'r sovg'a bo'ladi, chunki uncha odamda yo'q. Baliqchilar odatda udочкасini qo'lda ko'tarib ketadi. Boshqa kichkina sumkasida boshqa narsa bo'ladi. Bu sumkasi bor baliqchilarda esa hammasi bitta sumkada bo'ladi. Menimcha zo'r yechim. Va qizig'i, obunachilar uchun super puper предложением bor, taklif. Bu nimadan iborat? Bu sumkani o'zi 250 minggacha sotish kerak. 220, 230 shunaqa sotish rejam bor. Maksimum 199 sotaman. Birinchi zakaz qilgan odamga bu sumkani 99 ming qilib beraman. Ikkinchisiga 120 ming, uchinchi odamga 150 ming qilib beraman. Shoshilib qolinglar. Ikki xil rangda bor. Olivkoviy rangi bor, qorasi bor. Yana bir narsa aytmoqchiman. Uzun market zo'r narsa chiqardi. Oldin Instagram yoki Telegramda reklama bersangiz, silkani qoldirsangiz, uzumga kirmasdi. U silka orqali ustiga bossa bosilmasdi. Hozir yangi instrument chiqdi. Uzun marketda o'zi silka yaratib beryapti. Shuni ustiga bossa, prima uzumga kirib ketadi. Siz ham mana shu hozir pastda qoldiraman. Shuni ustiga bossangiz, uzum marketda anaqasiga kirib ketadi, saytiga. O'shda men do'konimni ko'rib olsangiz bo'ladi. Tak. Keyin shu aytgan narximga 3 oylik bo'lib berib to'lashga olishingiz mumkin uzum orqali 1 yilgacha xullas. Foydalanib qoladigan joyi lekin